qarang, ko'pchilik Green'i mana bunaqa qizil emblemalisini original deb o'ylaydi, lekin mana bunaqa ko'k emblemalisini poddelka deb o'ylaydi. Men shu narsani aytib bermoqchimanki, Green'da poddelka degan narsani o'zi yo'q. Sababi bu ikkalovi ham bitta zavoddan chiqadi. Bu Xitoyning milliy brendi hisoblanadi. Shuning uchun bunda poddelka yo'q. Faqat buni boshqa odam, misol uchun Alisher aka degan odam olib kirsa, bunisini Rustam aka degan odam olib kiradi. Rassom o'shkada O'zbekistonda bir-biridan farq qilishi uchun, bular shunaqa o'zligi uchun mana logotipini o'zgartirib olishgan. Buni agar buni Alisher akani sotuvchilar agar sotadigan bo'lsa, buni poddelka deb aytishadi. Agar Rustam akani sotuvchilar agar sotadigan bo'lsa, buni poddelka deb aytishadi. Bu yolg'on. Shuning uchun agar sizlar gri olayotganinglarda bu narsani agar sizlarga bunisi poddelka, bunisi original emas deyiladigan bo'lsa, bu yolg'on bo'ladi. Bemalol qo'rqmasdan bunisini ham olsanglar bo'ladi. Ikkilovi ham original, ikkilovi ham O'zbekistonda servis sentrlari bor, ikkilovi ham kafolat mavjud. Bitta onani bolalari desa bo'ladi. Faqat har bitta narsani modeli bo'ladi agar bilsanglar. Qanaqa bo'ladi? Spark bor, Gentra bor, Malibu bor, Tahoe bor. Bularda ham xuddi shunaqa har bitta Green'i o'zining modellari bor. Tepaga qarab rivojlanib ketaveradi. Shunga e'tiborli bo'lsanglar bo'ldi.